Assalomu alaykum Xorazm ahli. Biz Xorazm avtotexnika saloniga keldik. Dahshat gap bo'lishi mumkin emas. Mashinalar haqida sizlarga donishtirib, pullar haqida, nechik aksiya bo'lib turibdi bu yerda, nechik taklif bildirib turibdi bular, shular haqida ma'lumot beraman. Mana to'g'risi auditoriyam butun bozorchi, pulli odamlar sizlarga zo'r ma'lumotlari Hazaras bozori taklif etadi. Yana kelingizlar. Axir. Mashina qarasan, dahshat qo'y. Bay. Обисовкасы вashim zo'rlaganlar. Dahshat gap bo'lishi mumkin. Isini aytmaysan buni, isini bay. Umrbek aka, biz avtosalon haqida donishtirib o'tingizlar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Xorazm avtotexnika xizmat amalchilari va Xorazm bozorining ashaddiy muxlislari. Sizlarga biz zo'r imkoniyatlardan foydalanish uchun aytib o'tamiz hozir ma'lumotlarni. Bizlarda 12 avtomobillarimiz, Tracker avtomobillarimiz, Damas avtomobillarimiz, Damas Kombi, Damas Van, Labo avtomobillarimiz tayyor holda sotuvda turibdi. Ya'ni, misol uchun 12 avtomobilni bu premier varianti. Bu avtomobilda gaz uskunasidan o'rnatilgan, narxi 206 million 640 ming so'm. Buni biza gaz uskunasini besplatnik qilib berishimiz mumkin. Besplatnik. Ya'ni 206 ichida gaz balon ham u ichida bo'ladi. Bemalol. Yine оборудование italyanskiy Landrozi оборудованияsi qo'yilgan bunga. Bu uchinchi pozitsiya bu premier varianti. Eng zo'ri yine Redline. Bunun narxi 215 million so'm. Agar rasxod qilib olaman desa, bu avtomobilimizni 230 million so'mga beramiz. Oldindan 50% to'laydilar. Qolgan 50% 2,5 ila 0% dan qilib berishimiz mumkin. Kelaverasizlar. Bu ham premier varianti 206 million 600 ming so'm bu. Endi bu Damas avtomobilini Van varianti bu. Van degan. Bu 93 million avtomobilni bahası. Buni ham hozir zo'r aksiya bo'lib turibdi. Oldindan 50% ni to'laydilar. Qolgan 50%ni 22 oya 0% dan bo'lib berishimiz mumkin. Agar hozir bunga gaz qo'yib bersangiz chi bo'ladi? Ustiga 93 million ustidan biladimi? To'ppa-to'g'ri savol bo'ldi. Gaz qo'yib beradigan bo'lsak, shu narxning ustiga 3 million 450 ming so'm qo'shimcha to'lanadi. Biz gaz ustidan pul beramiz bemalol. Yaxshi. Avtosalon o'zida hammasi. Avtosalon o'zida qilinadi hammasi. Yugura bo'lmaydi hech qanday. Yaxshi. Tracker avtomobilimiz bu birinchi pozitsiyasi, ya'ni LS Plus varianti. Bu avtomobilimiz narxi 215 million so'm. Agar rasxod qilib olaman desangizda 220 million so'm bo'ladi. 110 million so'm to'lab olsangiz mumkin. 0% dan 2,5 yil. Ya'ni 30 oy bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tracker'ni LTZ Plus varianti. Narxi 229 million 108 ming so'm. Agar bu avtomobilimiz ham rasxod qilib olaman desangizda 244 milliondan beriladi. Bular 2,5 yil. Bu ham 2,5 yil, qolgani 50%. 2,5 yil bo'lib berish. Bu avtomobilimiz Tracker'ning Redline pozitsiyasi, ya'ni eng fulli bu 260 million so'm naqd pul bo'lgan bo'lsa yoki bankdan kredit bo'lsa 260 bo'ladi. Agar yo'q, men rasxod qilib degan Allah uchun 282 million so'm. Oldindan 141 million so'm to'lanadi. Qolgan 141 30 oyga 0% dan rasxod qilib beriladi. Hech qanday foiz bo'lmaydi. Hech qanday foiz bo'lmaydi. Zo'r pulda. Zo'r. Bu premier varianti. Alda bitovkasi o'zgargan varianti buni. Bu alohida e'tibor beramiz shu yerga. Bu avtomobilimiz ham naqd pul bo'lgan bo'lsa 252 million so'mga beramiz. Naqd pul sanasalar 1,5 million so'm qaytib beraman. Yoki bo'lmasa 3 oy bitovka bilan berib berishim mumkin. 1,5 million kerakmi desa, kechbek bor. Agar bu avtomobilimizni rasxod qilib desa, bu kechbeklardan foydalana olmaydi va eldan uzatib berilmaydi, bunday qo'yilmaydi. Oldindan 50% ni to'laydi 136 million so'm. Qolgan 136 0% dan 2,5 yil bo'ladi. 2,5 yil. Bundan tashqari bizda Xorazm avtotexnika xizmatida Asaka Bank, Turan Bank, bank faoliyatlari ham yo'lga qo'yilgan. Bemalol kelib, shu yerda bank faoliyatidan ham foydalanishlari mumkin, avtomobillardan kredit chiqarishlari mumkin.